Hello YouTube qahramonlar, bugungi videomizda World of Skins'da skin yasashda qiynalayotganlar bor. Hozir shu skinni sizlarga qandoq qilib yasashni o'rgataman. Hop, chiqib ketaylik. Steve skinga bosamiz. Men empty skin chizmayman, bu skinni shunday chizaman. Menga shunaqasi qulay. Yana bu hali kerak bo'ladi menga. Hop. A few moments ago. Mana do'stlar, reklamani ham o'tkazib yubordik. Endi bo'lsa birinchi bo'lib qonundan chizasizlar. Do'stlar, shu yaxshiroq maslahatim sizlarga. Yaxshiroq maslahat shu. Hop, keyin eng yoqtirgan ranglarni tanlaysizlar. Masalan, sizlarda ikkita rang bo'lishi mumkin. Buni nima qilamiz? Misol uchun oq qorani yaxshi ko'rasizlar. Qaysi birini qilishni bilmayapsizlar. Buni nima qilishni o'zingiz tanlaysizlar. Bu tanlaylar, unaqa shart emas. Misol uchun qora qo'rqinchliroq. Lekin oq ham qolishmaydi. Oq ham qo'rqinchli skin yaratmoqchi bo'lsangiz, oq qoradan foydalanaveringlar. Ikkalasini bitta qilsalar ham bo'ladi. Mayli, men eng yaxshi ko'rgan rangim ko'k, shunga ko'k tanlab olaman. Va birinchi bo'lib ko'k ustiga bosasizlar, keyin ustini bo'yab olaman bitta. Keyin bo'lsa tegini. Keyin ham yo'llarini bo'yaylar. O'nchab shunaqa joylarni. Keyin bo'lsa oldiga tegmay turinglar, orqasini bo'yaylar. Oxirgi borib oldini bo'yaymiz. Chunki oldiga nimadir chizishinglar mumkin, orqaga ham chizishinglar mumkin, lekin orqani endi joyli zo'r narsa chizmaysizlar, chunki oldinda turadi skinni zo'r narsasi. Men chizaman orqasiga ham, oldisiga ham. Hozircha bo'shda tursin. Ayyo, hozir chizib olamiz. Endi bo'lsa qaranglar do'stlar. Sizlarning skinninglarga qarama-qarshi rang, masalan, sariq yoki yashil, yoki qizil, yoki olov rang farqi yo'q. Men sariq tanlaganman, o'ylab. Qarama-qarshi bo'lsa bo'ldi, bir-biriga o'xshamasligi kerak. Hop, bu yoqdan misol uchun orqasiga harf chizib qo'ymoqchisizlar. Uning uchun sizlar men chap tomondan bundoq ikkita chizasizlar, keyin bundoq chizsanglar, keyin bitta qilib qo'yasizlar. Mana 3 ta pikselni o'chirib tashlaysizlar, ko'kda chizib. Ko'kda emas, yana ham uni chizmaydi, yoqtirgan ranginglarda. Keyin bitta qoldirib mana shundoq qilasizlar. Men T qo'yaman. T qilmoqchi bo'lganlar shunaqa qiladi. Mana shundoq bo'lsin. Hop. Endi o'rtasidan 5 ta tushirib chiqamiz. 5 qator 2, 3, 4, 5 ta. Tayyor. Skin bo'lmayapti-yu. Hali tayyor emas chunki. Ikkinchi do'stlar, sizlarga oldingi videolarimda ko'rsatmaman. Plus yaqinlashtiradigan, minus uzoqlashtiradigan. Bo'ldi. Boshladik, ketdik. Ko'kda. Men o'zim reaktor chizmoqchiman, o'zim o'ylab topdim. Uning uchun sizlar ham reaktor chizmoqchi bo'lsanglar, hop, tepasidan bir qator chizib olib tashlaysizlar va keyin shu misol uchun sizlar ko'k tanlagan bo'lsanglar, qora rang tanlaysizlar, yashil tanlagan bo'lsanglar, sariq tanlaysizlar, qizil bo'lsa olov rang, oq bo'lsa qora. Xuddi shunaqada. Men qora rang tanlayman, sababi men ko'k tanlaganman. Sal to'qroq bo'lsin. Chunki ko'k to'q bo'lmadi-yu, bo'laveradi. 4 ta chizasizlar, menga o'xshab reaktor chizmoqchi bo'lsanglar, bundoq qilib, keyin bundoq 4 tadan shunaqa qilib chiqaverasizlar. Mana bittadan olib tashlaymiz. Mana yana xato ketdi mana. Tayyor. Endi bo'lsa buni ichini bo'yaysizlar va 4 ta qolgandan keyin 4 tasini ham shunaqa bo'yab yuborsanglar bo'ladi, lekin men bunaqa bo'yayman. Sizlarning xohishingizga bog'liq. Xohlasanglar unaqa qilinglar, xohlasanglar bunaqa qilinglar, farqi yo'q. Men shunaqa qildim. Ana endi skinni qorni tayyor. Endi bo'lsa keyin
qo'lini qilishni maslahat beraman sizlarga. Yo'q qo'lini, yo'q oyog'ini qilinglar. Birinchi bo'lib qo'l yaxshi. Shu qo'ldan boshlaymiz bo'lmasa. Bu oldiligini esdan chiqarib qo'ymaslik uchun. Bu oldi shu. Keyin men bu qo'li deymanlarini bo'yaysizlar. Keyin tepasini ham xuddi shunaqa rangda bo'yaysizlar. Keyin bo'lsa nima qilasizlar? Keyin reaktorni ajratib turish uchun chizgan ranginglarda hamda qo'lini chizib chiqasizlar. Bu oldisi. Hop. Oldisiga tegmay turaylik. Oldisini ham qilamiz hali. Hozircha boshqa tomonlaridan qo'llaylik. Nima qildi? Tegini ham shunaqa rangda bo'yaysizlar. Hop. Endi bo'lsa tayyor. Qo'llari ham tayyor. Endi bo'lsa oyog'iga o'tamiz. Ikkalasini bo'yaymiz. Hop, mashinadami? Oldisi ekan. Hop, oldisini belgilab qo'yamiz. Mana 2 qator qoldirib bo'yab chiqaverasizlar. Eng yoqtirgan ranginglar. Bu yoqda ham xuddi shunday. Ana va oldisi mana shu. Hop, endi tepasini ham yaxshi ko'rgan, yoqtirgan ranginglarda bo'yaysizlar. Va bo'ldi. Endi pastini ham reaktor chizgan ranginglarda bo'yaysizlar. Menimcha chiroyli chiqadi, keyin yomon. Like bosinglar shunday uchun. Mana tayyor. Endi bo'lsa boshlarga o'tamiz. Buning uchun bu yoqdan boshga o'tkazib olamiz. Tayyor. Eng yaxshi ko'rgan ranginglarda sochlarni bo'yab olasizlar. Hatto ketdi. Hop. Qaranglar do'stlar, shu joyda bitta piksel qarang. Bitta piksel, mana piksel ko'rasizlar. Shuni sarg'ida bo'yab ko'rsataman. Mana shu piksel ko'rasizlar, bu yog'ini ham bo'yinglar. Sal qora ketmabdi deb, bu yoq sal och ketib qoldi. Mana qilasizlar, keyin orqa tomoniga o'tib, endi bu yoqda xohlasanglar mana bu piksellarni qilasizlar, xohlasanglar shart emas. Menimcha qilmagan yaxshi, bu yoqda chiroyli turadi. Endi bu yoqlardan bunday yo'lasizlar, bu yoqda bo'yaysizlar. Eslatib o'taman do'stlar, mana shu piksellar xohlasanglar bo'yaydi. Bu yoqda unchalik ham muhim emas. Tez bo'lamiz va endi tepasiga o'tamiz. Tepasidan yaxshi ko'rgan ranginglarda, chunki soch tepasi boshqacha, yollari unaqa bo'lmaydi-yu. Hop, endi bo'lsa shu reaktor qilgan ranginglarda men basharasini bo'yab chiqasizlar. Do'stlar, men oldingi videolarimda skin yasashni o'rgatdim, lekin men muammo chiqib qoldi. Agar sizlar ko'zini bekitsanglar, ko'zi bekilmas ekan, ko'z bekitib bo'lmas ekan do'stlar. Afsuski shundoq ekan. Mayli. Ko'z bo'ladi, o'shanga bo'lsa kerak. Buni ham yaxshi tomonlari bor. Yo. Bunda ip yo'llarini ham bundoq qilamiz. Bundoq. Tayyor. Endi tegini bo'lsa, sizlar nima rangda bo'yaysizlar? Yaxshi ko'rgan ranginglarda. Tayyor bo'lib qoldi. Ancha tegini qilgan yaxshi emas.
Yana oldingi eski videolarimdagi do'stlar. Lekin bu yoqda aqlli ishlatamiz. X chiqdi. Hop, endi qarab turasizlar do'stlar. Bu yoqlardan menimcha hammasini qilmaylar. Hamda 3-4 blok qilsa yetarmikan? 2 blok 2 qator piksel qilsa yetarkan. Xuddi shundoq qilsanglar sizlar ham yaxshi bo'larkan. Skin auto save. Bugun 10 do'stlar. 10-maymi? Mana bugun 10-may ekan. Mana. Hop, endi buni ismini kiritamiz. Hop, bugun buni Tiger eskini o'chirib yuborsam ham bo'ladi. Sababi bu sal chiroyliroqmi degan qarorga kelib qolganman. Mayli. Mana udalik tiqib tashlaymiz. Ismi yozilmagan uchun. Endi reklama tugagandan keyin videoni yoqaman. Yo, daraxtni bitta qatorini sindirsa hammasi tushib ketmaydi. Tushib ketadi. Menda bunaqa mod bor Minecraft'imda. Lekin bu xullas sal boshqacharoq ekan do'stlar. Videoni yoqildi. Hop, endi men Tiger MC'ni mana buni ustiga bosamiz. Install tugmasini bosib yuboramiz. Yana 45 yillik reklama, mayli. Boyagisi 45 yil u 45 kun ekan. Bunisi sal vaqtliroq tugaydi chunki 45 yil. Hozir 45 yil kutamiz bo'lmasa. Olg'a. Oradan 30 yil ham o'tib ketdi. 15 yil qoldi. Qachongacha kutaman men buni? Va nihoyat 40 yil, yana 5 yil. 5 yil o'tdi. 45 yildan so'ng bo'lsa bu reklama ham tugadi. Minecraftga kirib olamiz. Hozir kiradi. Namancha cho'zadi ya uloyam. Haliyam 51, boyayam 51, hozir ham 51. Endi bu skinimni joylab olaman. Desingimga kirib kutib turaman. Do'stlar, to'xtanglar, sizlarda bunaqa chiqmaydi. Bu hammani ham olmaydi. Chunki mana versiyam yangi versiyaga o'zgartirildi. Oldin 1.21.41 versiya o'ynar edim. Hozir bo'lsa yangi versiya o'ynayman. Hop, keyin desingda klassik skinlarga bosamiz. Endi kutib turamiz. Va bizning skinimiz mana bu oldin o'rgatgan edim. Mana bu bo'lsa bizning yangi skinimiz. Shunisi ancha zo'roq chiqdi, do'stlar. Qaranglar. Xullas do'stlar, men sizlarga skinni yasamayotganlar uchun men skinni qanday qilishni ham o'rgatib o'tdim. Hali men do'stlar 50 ta obunachi yig'ilgandan keyin sirasi stream qilaman. Sababi stream qilayotganim sababi esa sizlar obuna bo'lmayotganinglar. Hozir umuman past ketyapmiz. Sizlar obuna bo'lishinglar bilan 50 ta obunachi to'plashimiz bilanoq stream qilamiz. Shuning uchun obuna bo'linglar do'stlar. Hop, sizlarning uylarda agar Wi-Fi bo'lsa, birinchi bo'lib obuna bo'lib, like bosinglar va 1.21.72 versiyadan yuklab olinglar. Yoki internetinglar VIP bo'lsa ham. Shunda sizlar serverga qo'shishim mumkin.
Albatta men server ochmayman, boshqa odamlar ochadi. Men server ochishni bilmayman. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan birgalikdaman. Tiger MC bo'ldim. Hammaga xayr.